Xullas bizlar Rishtondan kuzatib boruvchi akamiz Nexia 2 lari bor ekan. 2008-yilga 9-yil ekan, ya'niki kuzovi 9, texpasporti 8 ekan. Xullas mashinamiz rangi qora, ko'rganlaringdek, holati o'rtacha, idealroq holatda. Kuzovida chaqa-chuqa qirilgan joylar yo'q ekan. Bu mashinamizni xullas sizlarga narxini kelishdan narxda qildirib beradigan bo'ldik. Hozir oxirida aytib o'taman sizlarga. Mashinamizning kraskasi 25-30% bor ekan, lekin oldi ustletri, orqa ko'tlari hamma yo'q o'ziniki butun ekan. Aytganchalik bu mashinamiz benzinga ham, gazga ham yaxshi yurar ekan. Motorlari 1 gram yog' yemas ekan. Aytganchalik motori Sony Scrambler Lux bez konditsioner ekan, ya'ni konditsioner yo'q, lekin ichlari knopkali ekan oynalar. Saloni yaxshi holatda. Aytganchalik orqasi mesrobka ekan, oldi knopkali Lux ekan. Opa, poli bo'lgan, chexol o'rtacha holatda, o'zingizcha alishtirib olsangiz bo'laveradi. Magnitofon, video registrator Lenovo qo'yilgan. Mashina minishga tayyor. Do'stlar, probegi 389 ming yurgan. Menimcha bu probegga mashina holati idealni. Ozgincha o'zlaring uchun qaror bor, lekin mashina gapsiz bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bunaqa mashinalarni o'zim ham avtoe'lonimga 4600, 5000 gacha, 4800 dollar ham deb qo'yganman. Lekin bu akamiz aytishlari bo'yicha pul zarurroq ekan. Shuning uchun narxini 4200 dollardan ozgincha o'tib beriladi. Xullas, mabodo kelishib qolsalaring, oformit ham qolsalaring yaxshi o'zlaringga, lekin generalni daverni ham berishadi ekan. Sog' salomat bo'lasizlar, pastdagi nomerlarga aloqa qilib qo'yasizlar.